O'zimni polvon o'g'lim, o'zimni chiroyligim. O'g'lim, mayli, sen xafa bo'lmagin. Bugun kuyovligingni bilmagan bo'lsa, keyingi safar bilib oladi, xo'pmi o'g'lim? Bolam. Akbarjon. Akbarjon. O'g'lim. Shohruxjon. Bu nima qilganing? Uyatmasmi? Oyijon, men ulardan men iltimos qilgandim. Iltimos, ularni urishmang. Oyimning ahvollaridan juda ham qo'rqib ketdim. Siz esa umuman gapirmang. Sizdan ham juda ham xafa bo'ldim. O'zichi, siz bir narsani bilib qo'ying. Men sizni bu xonadonga majburlab olib kelmadim. O'zingiz roziligingiz bilan kelgansiz. Bir qochib ketasiz. Yana o'zingiz qaytib kelasiz. Agar ketmoqchi bo'lsangiz, hali ham kech emas. Men bolamni ko'chadan topmaganman. Mani kechiring. Men deb gap eshitdingiz. Gillolaxon, ko'rdingizmi qizim qanday baxtiyor. Xudoga shukr, yaxshi joyga kelin bo'ldi. Ilohim bolalarim baxtiga ko'z tegmasin. Siz bo'lsangiz vaqtma qilib yuribsiz. U nogiron bola qayin ukasi ekan. To'g'risini aytsam, uni ko'rib o'takam yorildi. Astag'firulloh, astag'firulloh. Deganingiz nimasi? To'ba, sizni ko'rgan odam meni qizimni baxtini ko'ra olmayapti, ichqoralik qilyapti deb o'ylaydi. To'g'ri, sizdan xafa bo'lyapman. Yo'q, nimaga unaqa deysiz? Siz hech ham xafa bo'lmang. Men ertaga bo'ladigan operatsiyam haqida o'ylab ketayotgandim. Ha, mayli, operatsiyasi ham yaxshi o'tsin. Ilohim, Voy, Xudoga shukr. Ha, onasi yaxshi o'tiribsanmi? keling dadasi. Yaxshimisiz? Ey. Sen uchun zo'r yangilik olib keldim. Nima ekan? Bilasanmi onasi? Bizni o'g'limiz tuzalib ketar ekan. Yo'q. Voy, qanaqasiga dadasi? Siz buni imkonsiz demaganmidingiz? Ha, shunaqa degan Voy edim. dadasi, gapirsangiz-chi, nima qilish kerak ekan? Biz o'g'limizni uylantirib to'g'ri qilibmiz. Agar o'g'lim kelin bilan qovushib, sog'lom turmush tarzini olib borsa, unda gormonal o'zgarishlar bo'lib, tuzalib ketishi mumkin ekan. Voy, qanday yaxshi. Rostdan aytyapsizmi? Ada, Qani endi shuni vaqtliroq bilganimizda edi. Vaqtliroq uylantirib qo'ygan bo'lardik. endi qattan bilibmiz. Voy, doimiy. Eng kerakligi bu yog'iga kelinni mahkam ushlashimiz kerak. Albatta, albatta. O'zi ham qo'g'irchodek qiz oldiga dadasi. Nabiralarimiz chiroyli bo'ladi, xudo xolasa. Aytganingizni xudo xolasa. Voy, xudoga shukr. Oyi, sizga yangiligim bor. Ha, buncha hovliqasan, qanaqa yangilik? Biz uchun yaxshimi yoki yomonmi? Ana o'shani bilish uchun ham sizga aytmoqchiman-da. Ha, unda tezroq gapir. Buncha jvachka qilib cho'zasan? Haligi Ikrom aka Farid opaga bitta zo'r yangiligim bor deb gap ochdi. Xo'sh. Ikrom akaning aytishicha, Akbar kelin bilan birlashsa, butkul tuzalib ketarmish. Unga buni do'st aytibdi. Voy o'lmasam. Shuncha yil kutganlarimiz bir zumda yo'qolib ketadimi? Endi nima qilamiz, oyi? Nima qilardik? Akbarni hech qachon tuzalib ketmasligi uchun chora ko'rak.
Kim tuzalish kerak emas? Voy. Assalomu alaykum. Onasi keldingmi? Tuzuymisan? Yaxshi emasman. Boshimga og'riq kirdi. Nima bo'ldi? Qizim qalay? Tinchmi? Ha, tinch. Yaxshi o'tirgan ekan. Assalomu alaykum oyijon. Va alaykum assalom. Yaxshi borib keldingizmi? Oyijonim. Qizim, bitta achchiq ko'k choy damlagin. Boshimga og'riq kirdi. Qon bosimim oshdimi, nima balo? Xo'p bo'ladi. Boshing shunga og'riyapti chamamda. Nima? Kuyovingni ko'rdingmi? Ha, ko'rdim. Xo'sh, Biram odobli, biram xushmuomala yigit. Fe'l atvori ham husnidek chiroyli eding. Do'stingiz baraka topsin. Juda yaxshi tarbiya bergan. Anoga o'xshamagan. bu gapingga qo'shilaman. Anavi betayim bilan 1 soat gaplashib o'tirib, asab degan narsa qolmadi. Shu yerdami? Bo'pti, men xonada bo'laman. Hozir qizing choy damlab kelsin. Uyiga jo'natib yubor. Sizni shu darajada boshingizni qotirdimi? Asti gapirma. Hech qilib eshitmagan bo'lsa, xafa bo'ladi ham demaysiz, doimiy. Haligi xo'jayinim Izzat akani aytyapman. Erinimi? Albatta Izzat akammi. Tog'da kasal bo'lib qoptilar. Asal yig'ish mavsumi ham to'xtabdi. Bu yerga kelayotgan ekan. Agar tuzalmasa, shu yerda qoladilarmi deb o'ylayotgandim. Bu gapingga men ham qo'shilaman. Agar Izzat bu yerda qolsa, bog'roqga, mayda-chuda ishlarga, bozor o'charga qarashib turadi. Voy, unda men juda ham tez chaqiraman erjonimni. Lekin xo'jayin nimalar, ha? Nimadirdilar? Xotinlarni gapiga qo'shiladilar. Tushundim xonim. Labay dedi. Shohruh, men seni o'z o'g'limdek yaxshi ko'raman. Buni yaxshi bilasan. Ha, bilaman. Senga men dunyodagi barcha narsani ishonaman. Shu bilan birga ukangni ham. Nima bo'ldi, tinchlikmi? Sen xavotir olma. Men vasiyat qilayotganim yo'q. Hali o'lganim yo'q. Men shunchaki iltimos qilmoqchiman. Otalar iltimos qilmaydi, faqat buyuradilar. Farzandlar esa bajaradi. Baraka top. Umringdan baraka topgin bolam. Aytmoqchi bo'layotganim, ukangda butunlay tuzalib ketishini imkoniyati bor ekan. Yo'q-e? Ha, Rostdanmi? ha rost. Agar u ayoli bilan mukammal hayot kechirsa, u butkul tuzalib ketishi mumkin ekan. Buning uchun seni yordaming kerak. Men qanaqa yordam bera olaman? Sen hamma narsani ukangga tushuntir. Xullas, u erkaklik burchini bajarish kerak. Ha o'g'lim, nima bo'ldi? Nima? Sen ukang uchun xursand emasmisan? Yo'q-e. Nimaga? Xursandman. Faqat siz aytgan narsalarni qanaqa qilib tushuntirsam ekan deb o'ylab qoldim. Bu seni qo'lingdan keladi. Sen tushuntirishni uddalaysan.
Ваши любимые молочные продукты. Густая сметана. Нежная. Nima qilyapsiz? Bugun visol kechangiz bo'lsa, shunga oqliq to'shash kerak. Nimagaligini tushunsangiz kerak. Ja unchalik ahmoq bo'lmasangiz kerak, ya. Aqlingiz ko'p narsaga yetadi deb o'ylayman. Nimagaligini bilmayman. Essiz qizi. Shunday chiroy, shunday qaddi qomat. Essiz. Kimlar olmasdi sizni? Kelib qandaydir bir boyni nogiron o'g'liga tegib o'tiribsiz. Bardam bo'ling, baquvvat bo'ling. Bu kecha siz uchun og'ir bo'ladi. Aha. Xafa bo'lma. Hammasi yaxshi bo'ladi. Bir narsani bilib qo'y. Sen dunyodagi eng go'zal, eng aqlli, eng mehribon qizga uylanding. Unga yetganlar bor, yetmaganlar bor. Shuni esingdan chiqarma, tushundingmi? Aytganlarim esingdami? Ana bugun o'sha kun keldi. O'zingni kuchingni ko'rsatishing kerak. Ko'rsatasanmi? Aytganlarim esingdami? Men qo'rqyapman. Qo'rqyapsan? Nimadan qo'rqasan? Yana uyaltirib qo'yma meni. Ariq bo'yida chollar chipiradalla. O'tgan kampirni poylar chipiradalla. Bo'ldi. Qani, endi bora qol. Kelinni kutirib qo'yish yaxshimiz. Qani bora qol. Ariq bo'yida chollar chipiradalla.